Umumiy ta'limotlardan yana biri shuki, Rasuli akram alayhisolatu vassalomni aytganlari, inson ovqatlanish, ichimlik ichish borasidagi o'lchovni eng mo'tadili qorinni 3dan 1 oziq ovqat uchun, 3dan 1 suyuqlik uchun, 3dan 1 havo uchun. Shoshilib ketib, suyuqlikka ham, havoga ham joy qolmasdan ovqat bilan to'ldirib olmaslik kerak qorinni. Bu insonning sog'lig'iga zarar, beodobligini namunasi, ochko'zligini namoyon qiladigan holat hisoblanadi. Inson mana shu o'lchovni yaxshi bilishi kerak. 3dan 1 oziq ovqat uchun qorin, 3dan 1 ichimlik uchun, 3dan 1 havo uchun, nafasini rostlab, yaxshilab turishi uchun. Mo'min musulmon inson ovqat yeyish uchun yashamaydi, balki yashash uchun ovqatlanadi. Insonni sulbini, qaddini tutib turadigan darajada ovqat yesa bo'ldi. Namoz o'qishga quvvati yetyapti, hayot kechirishga hammasiga yaxshi, demak, sog'lom tarzda turibdi, bo'ldi. Undan ortig'ini yeb, qornini to'yg'izib olib, semirib ketib, hamma yoqqa dangasa bo'lib, kasal bo'lib va har xil holatlarga o'tish mo'min musulmon insonga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Ovqatlanish jarayonida o'sha ko'pchilik o'tiradi dedik, bir-birlari bilan gaplashib o'tirish ham sunnatdan hisoblanadi. Hamma indamasdan shu butun vujudi bilan berilib ovqatdan boshqa narsani unutib, yonidagi katta kichikni, bola chaqani ham unutib qo'yadigan darajada bo'lmaslik kerak. Yengil hazil mutoyiba gaplarni gapirib, bir-birlari bilan demak gurunglashib o'tirib ovqat yeyish sahobalarning ham odati bo'lgan. Siz bilan biz mo'min musulmonlarga ham mana shu narsa tavsiya qilingan, ovqatlanish odoblaridan bir odob ekanligi aytilgan. Ovqatni o'ta issiq holatda yemaslik kerak. Bu ham zararli. Shuning uchun dasturxonga tortilganda o'sha mo'tadil haroratda bo'lsa yoki oldinroq issiq tortib qo'ysa, kutib turib, harorati mo'tadil darajada bo'lganda bemalol tanovul qiladigan tarzda yeb borish kerak bo'ladi. Mana shu narsalarni juda yaxshi bilishimiz kerak. Ovqatni yeb bo'lganidan keyin tishni tozalash, og'izni chayish doimiy ishlardan bo'lishi kerak. Qo'lni yuvish yana doimiy ishlardan va Alloh subhanahu va taologa shukr keltirish asosiy shartlardan bo'ladi. Duo qilish kerak. Bu duolardan eng bizni diyorimizda ko'p tarqalib, ko'p odamlar biladigani Alhamdulillahillazi at'amana va saqana va ja'alana muslimin degan duo. Bizni taomlantirgan va suv bilan, ichimlik bilan serob qilgan va musulmonlardan qilgan Allohga shukrlar bo'lsin, maqtovlar, hamd bo'lsin degan duo. Haqiqatan o'sha ovqat, ichimlik ne'matini bergan zot Alloh. O'shalarni bizni yeydigan qilib, bizni o'zimizni salohiyatli qilib qo'ygan ham Alloh. Ana shu ne'matiga demak erishgandan keyin musulmon banda shukrni keltirishi kerak bo'ladi. Xo'p, ichimlik borasida gapiradigan bo'lsak, ichimlikni ichganda ham haligi avvalgi gap o'ng qo'l bilan bismillahini aytib, avval bir ikki ho'plam ichiladi, keyin ko'proq, keyin uchinchisida ko'proq bo'ladi. Bir danaga olib, haligi simirib, idishni oxirigacha ichish mutlaqo noto'g'ri hisoblanadi, joiz emas. Sog'liq jihatidan ham chanqab turgan odam bir ichimlikni olib ozgina ichsa, og'zi ho'llanadi. Jismi bir oz o'sha sovuqlikni qabul qilishga tayyorlanadi. Ikkinchi marta ko'proq ho'plaganda endi ichkarilari ham bir oz ana shu kerak bo'lib turgan suyuqlikni qabul qilishga tayyorlanib oladi-da, uchinchisida endi chanqoqni qondiradigan darajada ichiladi. Birdaniga ko'p ichilsa tanaga zarar qiladi, sog'liqqa zarar qiladi, odob, axloqqa zarar qiladi. Xo'p, ichimlikni ana o'sha ichayotganda avvalgi aytganimizdek idishni olib puflamaydi.
iloji boricha labi uchgan idishlarda ichimlik ichmaslik kerak. Mabodo ichishga muhtoj bo'lib qolsa, zarurat bo'lib qolsa, o'sha uchgan joyini boshqa yoqqa qaratib turib, uchmagan joyida ichish kerak, chunki chini idishlarning uchgan joyiga kir to'planadi, har xil narsalar to'planib qoladi. U yerni o'zidan labini qo'yib ichish demak odob emas. Kitoblarimizda bu narsa man qilingan.